lavozimim, unvonim menga hech kim tegmaydi deganlar adashadi O'zbekistonda. Adashadi. Qonun oldida hamma teng. Ichki ishlar, prokuratura, soliq, bojxona, moliya, bank, yirik davlat kompaniyalari, vazirlar va hokimlar bir so'z bilan aytganda bironta idora va tashkilot nazoratda chetda qolmaydi. Compliance xizmatining faoliyatiga to'sqinlik qilganlar korrupsiyaga sherik deb ko'riladi. Mana shuni bilinglar. Bu yangi tizim majbur bo'ldim bu tizimni joriy qilishga. Qulog'imga ko'p gaplar kelyapti. Bu deb baholanadi va javobgarlik shunga mos bo'ladi. Prezident administratsiyasi compliance xizmati bu tizimning 1-yanvardan boshlab barcha davlat idoralari va tashkilotlariga ishga tushirilib, jilovni mahkam qo'lga olsin. Mansabdan qat'iy nazar poraxo'rlik va suiiste'molchilikka bo'yicha har bir holat yuzasidan Prezident administratsiya compliance xizmati shaxsan menga axborot qiladi. Hech kimga bo'ysunmaydi. Ana shuni bilinglar.